Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan qo'ynalash sistemasi katta va kichik qo'ynalash doirasini ko'rib o'tamiz. Xo'p, e'tibor beradigan bo'lsangiz, mana yurakning tuzilishini mana shu to'rtburchak shaklda ifodalab oldim. To'rtburchak shaklda tasavvur qilaylik. Oddiy sxematik ko'rinishini, ya'ni katta qo'ynalash doirasi va kichik qo'ynalash doirasini sxematik ko'rinishini tushuntirib beraman. Xudo xohlasa yaxshi tushunib olasiz. Xo'p, dastlab mana yurak asosiy organimiz. Uni mana shu ko'rinishda ifodalab oldik. 4 kamerali, bilamizki, chap bo'lmacha va chap qorincha. O'ng bo'lmacha va o'ng qorincha. Xo'p, endi bilamizki, asosiy joylarni aytib ketaman. Chap bo'lmacha bilan chap qorincha o'rtasida 2 tabaqali klapan deyiladi. 2 tabaqali klapan bor. Chunki bo'lmachadan qorinchaga qon o'tish uchun 2 tabaqali klapan o'tadi. O'ng bo'lmacha bilan o'ng qorincha o'rtasida esa 3 tabaqali klapan mana. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, 3 tabaqali klapan. Xo'p, endi mana bu bizda bilamizki, chap qorincha bilan o'ng qorincha orasida, misol uchun chap qorincha bilan aorta orasida yarim oysimon klapan deyiladi. Bu ham yarim oysimon klapan, bu ham yarim oysimon klapan. Bu yarim oysimon klapan, ya'ni qon nima qiladi? Mana shu qorinchadan, misol uchun chap qorinchadan to'g'ri aortaga chiqib ketadi. Mana shu yarim oysimon klapan yordamida aortaga chiqadi. O'ng qorinchadan esa, o'ng qorinchadagi yarim oysimon klapan orqali esa o'z navbatida o'pka arteriyasiga chiqib ketar ekan. Xo'p, endi katta qo'ynalash doiramiz qayerdan boshlanadi? Katta qo'ynalash doiramiz xuddi mana shu chap qorinchadan boshlanadi. Chap qorinchadan boshlanadi. Bilamizki, bu yerda bizga nima? Kislorodga to'yingan qon bor. Buni deylik, kislorodga to'yingan qon. O2 deylik buni. Mana shu qonimiz o'z navbatida mana shu yarim oysimon klapan yordamida, xo'p, mana kattalashtirdim. Yarim oysimon klapan yordamida mana, xo'p, aortaga chiqadi. Mana tasavvur qiling, mana orqa yarim oysimon klapan yordamida mana shu aorta chiqib ketdi. Tasavvur qiling. Xo'p, yarim oysimon klapanga chiqib ketdi. Bilamizki, endi yarim oysimon klapan yordamida aortaga chiqdi. O2, ya'ni kislorodga to'yingan qonimiz chiqdi. Mana shu, ya'ni chap qorinchadan katta qo'ynalash doiramiz boshlanyapti. Eslab qoling, katta qo'ynalash doiramiz chap qorinchadan boshlanyapti. Xo'p, endi o'z navbatida o'sha kislorodga to'yingan qonimiz aortadan keyin kichikroq qon tomir arteriyadan keyin kapillyar, o'sha kapillyarlarda bilamizki, mana o'z navbatida kelyapti, kislorodga to'yingan qonimiz kelyapti va to'qima organlarimizda, barcha to'qima va organlarimizda o'z navbatida o'sha kislorodga to'yingan qonni, mana kislorodga to'yingan qonni to'qima organlarga berib, o'zi esa karbonat angidridga to'yingan qonni oladi. Va bizning endi karbonat angidridga to'yingan qon, ya'ni vena qon tomirimiz yordamida vena qonni yurakka qaytib olib keladi. Eslab qoling. Xo'p, mana kislorodga to'yingan qonimiz dastlab chap qorinchadan yarim oysimon klapan yordamida aortaga chiqdi. Aortada kislorodga to'yingan qon harakatlanib arteriyadan kapillyardan keyin kislorodga to'yingan qonimiz to'qima organlarda kislorodga boyib karbonat angidrid olyapti va yana qaytib karbonat angidridga to'yingan qonimiz demak pastki kavak vena o'ng bo'lmachaga kelyapti. E'tibor bering. Pastki kavak vena va ustki kavak vena yordamida mana bu o'ng bo'lmachaga qonni olib kelyapti. Mana bizga kirib keldi nima? Karbonat angidridga to'yingan qonimiz kirib keldi. Xo'p, karbonat angidridga to'yingan qonimiz kirib keldi. E'tibor bering. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, qarang. Pastki organlarimizdan olib kelayotgan karbonat angidridga to'yingan qonimiz, ya'ni vena qonimiz pastki kavak vena yordamida o'sha o'ng bo'lmachaga quyilyapti. Ustki kavak vena yordamida
qayerdan qon keladi deydigan bo'lsak, ustki kavak vena mana shu joyda aytib ketaman. Xo'p, mana dastlab bizda aortadan chiqqan vaqtida 3 ta tarmoq beradi. 3 ta tarmoq beradi. Xo'p, 3 ta tarmoqdan mana bu chap qo'lga, mana bu tarafdan ketadi o'ng qo'lga va mana shu joyda chap miya bilan o'ng miyaga ham demak tarmoq berib ketadi. Mana shu ustki organlarimizga arteriyalar boradi va ularda ham kislorodga to'ygan qonimiz mana shu organlardan deylik, mana shu organlardan karbonat angidridga boyib, endi qaytib keladi. Mana shu organlarimizga qaytib keladi va mana shu ustki kavak venamizga karbonat angidridga to'ygan qonni olib keladi. Karbonat angidridga to'ygan qonimiz keldi bundan. Demak, ustki organlarimizdan ustki kavak vena yordamida karbonat angidridga to'ygan qonimiz kirib kelar ekan. Qayerga? O'ng bo'lmachiga. Xo'p, endi karbonat angidridga to'ygan qonimiz ustki kavak vena bilan pastki kavak venadan kirib keldi. Endi o'ng bo'lmachamizda o'z navbatida sistola bo'ladi. Ya'ni qisqargan vaqtida mana shu 3 tabaqali klapan yordamida o'ng qorinchaga o'tadi. Mana 3 tabaqali klapan yordamida o'ng qorinchaga o'tdi. Va endi o'z navbatida o'ng qorinchalarimizda sistola holati bo'ladi. Ya'ni qisqargan vaqtida mana shu o'ng qorinchadagi yarmoysimon klapan yordamida, mana bu yarmoysimon klapan karbonat angidridga to'ygan qonimiz mana bu o'pka arteriyasiga chiqib ketadi. Xo'p, mana o'pka arteriyasiga karbonat angidridga to'ygan qonimiz harakatlanyapti. Endi mana shu o'pka arteriyasiga chiqqan vaqtida u ham ikkita tarmoqqa ajralib ketadi. E'tibor bering. Mana bu tarmog'imiz deylik, mana bu o'ng o'pkaga. Mana bu tarmog'imiz esa chap o'pkaga boryapti. Xo'p, endi mana shu joyda o'pkada borgandan so'ng karbonat angidridga to'ygan qonimiz kislorodga boyiydi. Bilamiz, o'pkamiz kislorodga to'yintiradi va mana shu joyda e'tibor bering, aytib o'tib ketaman. Endi kislorodga to'ygan qondan arteriya qonlarimiz chiqadi. Mana e'tibor bering. O'ng o'pkadan 2 ta qon tomir, chap o'pkadan ham 2 ta qon tomir. O'shanda demak 4 ta qon tomir. 4 ta qon tomir yordamida endi mana shu kislorodga to'ygan qonimiz kelyapti. Mana kelyapti. Qayerga keladi? Mana qayer ekan? Demak, chap bo'lmachiga kelyapti. Chap bo'lmachiga. Mana birinchi qon tomirimiz, keyingi mana ikkinchi qon tomirimiz. Xo'p, mana uchinchi qon tomirimiz. Sal chalkashib ketdi. Xo'p, mana 4-chi qon tomirimiz kelib o'sha chap bo'lmachamizga 4 ta kislorodga to'yingan qonimiz harakatlanib ketar ekan mana. Xo'p, mana shu joyda kichik qon aylanish doiramiz mana shu joyda yakunlanadi. Eslab qoling. Kichik qon aylanish doiramiz chap bo'lmachida yakunlanar ekan mana shu joyda. Katta qon aylanish doiramiz esa o'ng bo'lmachida yakunlanar ekan. Tushunyapsizmi? Endi mana e'tibor beradigan bo'lsangiz, yuragimizda mana shu tarzda davom etyapti. Qarang. Boshqatdan yana to'liq aytib beraman tezda. Chap qorinchadan aortaga o'tdi. Kislorodga to'ygan qonimiz harakatlanyapti va to'qima organlarga kislorodga to'ygan qon berib, karbonat angidridga boyib, pastki kavak vena bilan ustki kavak venadan karbonat angidridga to'ygan qonimiz o'ng bo'lmachiga quyilyapti. O'ng bo'lmachadan 3 tabaqali klapan yordamida o'ng qorinchaga o'tyapti. O'ng qorinchadan yarmoysimon klapan yordamida o'pka arteriyasiga o'tyapti. O'pka arteriyasidan o'pkaga boryapti va o'pka arteriyasida karbonat angidridga to'ygan qonimiz 4 ta qon tomirimiz yordamida kislorodga boyib, yana mana shu tarzda to'g'ri chap bo'lmachamizga qon quyilyapti. Eslab qoling, sistola qisqarish bo'ladi, distola esa bo'shash. Mana bu chap bo'lmachalarimiz qisqargan vaqtida 2 tabaqali klapan yordamida chap qorinchaga o'tadi. O'ng bo'lmachamiz qisqargan, ya'ni sistola holatda 3 tabaqali klapan yordamida o'ng qorinchaga o'tar ekan. Bu qisqargan vaqtida chap bo'lmachalarimiz qisqargan vaqtida
mana bu tavaqali klapanlar ochiladi. Lekin mana bu yarim oy klapanlarimiz yopiladi. Endi o'ng qorincha bilan chap qorinchalarimiz qisqargan vaqtida mana bu tabaqali klapanlar yopiladi va mana bu yarim oy klapan ochilib, aorta bilan o'pka arteriyasiga qonlar chiqib ketadi. Xo'p, qon aylanish sistemasi sxematik ko'rinishi mana shu tarzda katta va kichik qon aylanish doiramiz davom etib ketar ekan.